Sahroda bir kishi ketyapti turgan ekan, tuyada. Bir inson yordam so'rayapti uzoqdan. Yordam bering deb boribdi. Hali insonni yordam beraman deb olibdi. Yo'lda u inson hali yordam bergan odamni aldab tuyasini o'g'irlab qochibdi. Keyin yo'lda o'g'irlab qochgan ekan, uzoqdan "Ey to'xta" debdi. Bir gapim bor, shuni aytaman, to'xta. Keyin sen ketaveribdi. To'xtab, nima gaping bor desa, men sahroda shunaqa yordam so'rab tuyani o'g'irlab qochdim deb shahardagilarga aytmagan. Mayli tuyani olib ketsang olib ketaver, lekin bunaqa demagan debdi. Nimaga desa, agar bu gap shaharda tarqalsa, endi odamlar haqiqatan ham rostdan ham yordamga muhtoj bo'lgan sahrodagi odamlarga yordam bermay qo'yishadi deb aytgan ekan. Shunga hozir internetda juda ko'p yordam so'rab chiqqanlar, haqiqiysi bor, soxtasi bor. Lekin iloji boricha yordam qilish kerak. To'g'ri, soxtalari ham ko'p chiqyapti, mana aniqlashdi ham. Endi lekin haqiqiy yordamga muhtoj insonlar ham ko'p. Shunga yordam berishga hali to'xtab qolmaylik. Bu rivoyatda kimdir to'liq bilar, kimdir bilmas. Mening esimda borini aytdim. Hammaga rahmat.